qo'mitasining tegishli buyrug'iga asosan respublika bo'ylab barcha turdagi transport vositalarining vazn va hajm parametrlarini nazorat qilish punktlari faoliyatini tashkil etish, ulardan foydalanish va nazorat qilish hamda nazorat tadbirlarini vakolatli organlar bilan birgalikda tashkil etish vazifasi avtomobil yo'llari texnik holati tahlili va harakat xavfsizligi markazi zimmasiga yuklatildi. Shunga ko'ra, avtomobil yo'llari texnik holati tahlili va harakat xavfsizligi markazi respublikaning har bir hududida nazorat ishlarini amalga oshirishi uchun raqamlashtirilgan va zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan ko'chma nazorat punktlari tashkil qilingan maxsus avtomobillar bilan ta'minlanmoqda. Maxsus avtomobil ko'chma tarozi uskunasi, transport vositalarining gabaritlarini o'lchash uchun maxsus lineyka va narvon, harakat xavfsizligini ta'minlovchi mayoqchali konuslar, tungi yoritish uskunasi, uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun invertor, batareyalar va generator, transport vositalarining g'ildiraklari uchun blokirator, transport vositalari davlat raqamini avtomatik qayd etuvchi hamda nazorat jarayonlarini kuzatish uchun 360 darajada tasvirga oluvchi kameralar bilan jihozlangan. Maxsus avtomobil ishchi xonasi, internet va server ulanmalari, zamonaviy kompyuter jihozlari, xizmat telefoni, isitish hamda sovutish tizimlari bilan to'liq jihozlangan. Xodimlarning samarali faoliyat yuritishi uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Shuningdek, har bir xodimning bejigida joylashtirilgan QR kod orqali xodimga oid barcha ma'lumotlar, shu jumladan o'lchov uskunalarining amaldagi sertifikatlari haqidagi axborotlarni onlayn tarzda ko'rish imkoniyati mavjud. Shuningdek, tarozi uskunasi Bluetooth orqali noutbukka ulangan, o'lchov natijalari avtomatik ravishda noutbukka uzatiladi. Bundan tashqari, onlayn rejimda transport vositalari davlat raqamlarini qayd etuvchi ANPR kamera ma'lumotlari maxsus avtomobilning ishchi xonasiga o'rnatilgan va tashqariga o'rnatilgan 360 darajada nazorat jarayonlarini yozib boruvchi kamera yozuvlari noutbukka uzatiladi va noutbukdagi ushbu ma'lumotlar maxsus avtomobildagi serverga yuboriladi. Ushbu sa'y-harakatlarning maqsadi harakat xavfsizligini ta'minlash, avtomobil yo'llarining ta'mirlararo muddatlargacha buzilishining oldini olishga qaratilgan.